Mazasi og'izda eriydigan yumshoq chiqadigan neger pirojnisini tayyorlanishini bugun sizlar bilan oson usulda o'rganamiz. Buning uchun bizga mikser ham shart emas. Birinchi bo'lib tuxumlarimizni idishga chaqib solib olamiz. So'ng shakarni ham solib, venchika yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Salat yog'i va qatiqni ham solib, yana venchika yordamida yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng, elangan unimizga kakao va sodani ham solib aralashtirib olamiz. Sizlar ahamiyat bergan bo'lsangiz, sodani qatiqqa emas, aynan unli massalarga solib aralashtirib oldim. Sodani aynan shu texnikada solib aralashtirsanglar, neger pirojnilar yumshoq chiqadi va sodani mazasi ham kelib qolmaydi. Massamizni teng uchga bo'lib pishirib olamiz. Endi navbat krem tayyorlashga. Kremimizdan shirin ta'm kelib turish uchun albatta 4 tona vanilinadan sovursangiz juda ham mazali chiqadi. Qaymonli kremimiz ham tayyor bo'lgandan so'ng, endi qo'shlarimizni ketma-ketlikda kremlashni boshlaymiz. Kremlashdan oldin qo'shlarlarning chetini ozgina kesib olasizlar. Ustiga urvoq qilib sepishimiz uchun olib qo'yamiz. Ham qo'shlarimizni ketma-ketlikda kremlab olganimizdan so'ng, endi navbat ustini bezatishga. Ustini xohishga qarab bezatsanglar ham bo'ladi. Men aynan o'zini chetidan chiqqan urvoqlarini sepib, 4 tona kokosli strushkasidan sepib bezatib oldim. Ko'pincha qizlarimiz so'rab yozishadi, tort pirojnilar tayyorlayotganda qanaqa mahsulotlardan foydalanasiz deb. Hozirgi kunda o'zim ham Torto brendining juda ham ko'plab mahsulotlaridan foydalanaman va sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, chunki pirojnilaringiz mazali bo'lib chiqishida sifatli mahsulotlardan foydalanishingiz ham juda ham katta ahamiyatga ega. Yoqqan bo'lsa, yurakchalarni bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman.